Endi bilasizmi Diyoraxon? Bo'ldi, mana o'zgardim, ko'rdingizmi? Значит, Kanada sizga yopishib oladi bu odam. Ehtiyot bo'ling. Yo'qol suvga chiqib ket. Qani sizdan gaplashaveramiz. Biznes zo'r. Pochkani tayyorlab qo'yavering. 1000 ta odam yes. O'rtoqlar taksi yatmay. Mana движение. Bor o'shancha odammi? Keyin pochka to'g'risida gaplashasiz. Masalan, puldan gapirasan. Voy, gryaz ko'rolmaydi meni boyib ketishni. Ko'rdingizmi? Hozir 5000 bering. Men 1000 ta odamni olib boraman. Oxirida 5000 ni olaman. Nemetskiy rashodga ishlaydigan bolalarmiz. Bilamiz qanaqa nemetskiy rashod bilan ishlaysan. Qarang, men sizni tushundim. Men sizni tushundim. Odam olib keldingiz, bu bilan ish bitmaydi. Ozgincha qorningiz bor ekan, ko'rib turibman. Odamlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Hozirgi paytda odamlar yolg'onga ishonmaydi. To'ppa-to'g'ri. Rezultat qilib bersangiz, sizga taklifim bor. 1 oylik marafon kursimga qatnashasiz. Bu demak, 1 oylik kursga to'laysiz $350. Effekt ko'rganimizdan keyin qolgan 2 oyi sizga tekin. O'zi boshida bildim ne bor. Mashkaligini boshida bildim. Sen yonini olding. Sen yonini. Mana basharasini ko'ryapsizmi? Mana asl basharasi mana shu. 1 tiyinga qimmat yo'nalish. Mana sizdan to'q yo'ri, mana ko'rdingizmi? Asabiylashyapti.